Va nihoyat bir hafta deganda raddom bizga javob berdi va bugun VPSK uchun GRVM qilamiz. Birinchi bo'lib o'zim kiyinib oldim, keyin bo'lsa o'g'limni kiyintirib oldim. Raddom javob bergan onalarga maslahat: birinchi farzandinglar kiyintiringlar, keyin o'zinglar kiyininglar. Sababi shunaqa terlab ketar ekansizlar bolani kiyintirguncha. Mana Asaltoyimning kiyimchalarini qaranglar, kostyum-shimlarini yarashganini biz kiyingunimizgacha dadamiz hamma narsalarni pastga mashinaga toshishni boshladi. Eng asosiysi bugun sizga VPSK ekan deb ertalabdan meni ham o'g'limni ham ko'rikdan o'tkazishdi. O'rtoqlar, bitta savolimga javob beringlar. Nimaga chaqaloqlar bunaqa shuncha qiynalib, terlab kiyintirdimda o'rantirib endi pastga tushishimizni bilamiz, pampersini bejab qo'ydi. Bu narsani bilgan hamshiralar sirazi o'g'lim olishib, tagini almashtirib beramiz deb olib chiqib ketishdi. Bu orada men qolgan ko'riklardan ham o'tib oldim. Ko'pchilik videoni oxirigacha kuzatib, intiqlik bilan kutayotgan bo'lishi mumkin. Bular qanaqa dabdaba bilan chiqdi deb. Biz hech qanaqa dabdaba qilmadik. Shunchaki mashinamizga er-xotin farzandimizni olib o'tirdik va uyga yo'l oldik. Ortiqcha dabdaba qilmaslik mendan chiqqan fikr edi, chunki hali farzandimiz kichkina, bu narsani tushunmaydi va men bu narsani ortiqcha rasxod deb o'ylayman. Ketdikmi? Ketdik. Zora 2 kishi bo'lib kelib 3 kishi bo'lib ketyapmiz. Sizlarga ham nasib qilsa ilohim.